Yo, assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvollaringizmi? Hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men ismim Farhod. Bugun men sizlarga so'zlab beradigan bo'lsa, pensiya pulimizni qanday mashg'ulot qilamiz? Eng sog'lom, eng to'g'ri yo'lda shu pensiya pulimizni yig'alaymiz. Birinchi men sizlarga deb beradigan foydali mazmun bo'lsa, agar sizningki o'zingizningki aktiv kirimingiz jiq bo'lsa, masalan sizning maoshingiz xili jiq bo'lsa, yo bo'lmasa sodada kirimxon tafovutingiz shunday jiq bo'lsa, buni odatda bizning Avstraliyada boj sal eg'ir. Shuning bugungi so'zlaydiganim shu pensiya jihatdagi pullarimizni qanday mashg'ulot qilish jihatda balkim jiqroq shu Avstraliyaga markaz bo'lishi mumkin. Ba'zan boshqa davlatlardagi qarindoshlarga foydasi tegib qolishi mumkin. Shu tarafdan izn topsangiz bo'ldi. Bizning bu tarafda boj sal eg'ir bo'lg'achqa amal bor, bojni oz to'laydigan tarafdan iznimiz qonunliq jihatdan. Shunga biz qanday qonunliq jihatdan bejimizni aziltalaymiz. Agar sizning kirimingiz shunday jiq bo'lib qolsa, siz contribution qilib o'zingizningki kirimidan azroq pensiya pulingizni ichiga kirgizsangiz bo'ldi. Ya'ni sizning super fundga kirgizsangiz bo'ldi. U chog'da bu super fund kirgan pullardan boj ilinmaydi. Vaqt kelganda siz superdan chiqarib olgan vaqtingizda uningmi shunda oz boj to'laysiz, yo bo'lmasa to'lamaysiz. Balkim buni bir qiyinchiliklarga uchrab qolsangiz, hukumatga iltimos qilib chiqara olasiz, yo bo'lmasa siz pensiyaga chiqqan vaqtdan keyin andan keyin chiqara olasiz. Shunaqa bunday qilib super fundni ichiga kirgizib qo'ysangiz, bu super funddagi pensiya pulingiz borgan sari yig'ildi. Ondan buni hukumat siz uchun mablag' sab berdi. Buni mablag' sog'al sohalarni o'zingiz tanlay olasiz. Ya bo'lmasa mol-mulk, ya bo'lmasa manba, ya bo'lmasa paychak bozori, ya bo'lmasa xalqaro paychak bozori, ya bo'lmasa Avstraliyaning paychak bozori deb. Uningda o'zlari ko'rsatib berdi buniki xatri qanchalik, anikin tafovuti qanchalik deb. Endi kishilar shu balkim kriptolarni kirgizib etishi mumkin deydi. Men buni ancha ishinib bilmadim, chunki pensiya puliga odatda kishilar ancha chaqchaq qilg'iz kelmaydi. Bu degan bak muhim har qanday fuqarolarga. Hem kriptoniki o'ziniki davolg'usi bek kuchlik, xatirim bek cho'ng. Shunga jiq odamlarning olqishiga erishamaslik mumkin. Shunga yana jiq odamlar paychak bozorini sal xatarlik deb ko'rdi. Amaliyotda pensiya pulining ichidagi eng xatarlik soha paychak bozori, lekin men uchun men yana qabul qila olaman. Ondan mush paychak bozorida kirilgan kirimi eng jiq bo'ldi. Meniki o'rtacha hisobotimda Kanada, Avstraliya degandek davlatlarniki kirimi yiliga 6% yo bo'lmasa 7% atrofida bo'ldi ekan. Bu shunday yaxshi ko'rinarli kirim amaliyotda. Agar siz oltin manba yo bo'lmasa uy mulklarga solishtirgan chog'da har yili azozdan kirgizib qo'ysangiz, bu yig'ilib xili jiq pul bo'lib qoldi siz pensiyaga chiqqan vaqtingizda. Ondan yana birisi bizning qo'llanishimizga tegishli bir mazmun. Agar bu pulingiz xili jiq yig'ilib qolgan chog'da siz buni iltimos qilib, men bir uy setib olmoqchi deb, siz birinchi qitim uy setib olmoqchi bo'lsangiz, shu pensiya pulingizni azroq chiqarib setib ola olasiz. Men hozir o'qishimda bu sizningki birinchi qitim uy setib olgan bo'lishi kerak. Birinchi o'zingiz turadigan uy, hargizmi mablag' solgan uyingiz bo'lmasligi kerak. Agar bu pensiya pulingiz xili jiq yig'ilib fondingizda 200 minglardan jiq bo'lgan vaqtingizda SMSF degan bu sistemaga iltimos qilsangiz bo'ldi. U nima degan joyda Self Manage Super Fund. O'zingiz shu pensiya pulingizni iltimos qilib chiqarib, hargiz endi u qo'lingiz tegmaydi, lekin o'zingiz bir sohalarga mablag' solsangiz bo'ldi. O'zingiz uqadigan ishonchlik degandek. Shunga biz hozirdan boshlab shu mablag' solish bilimlarimizni cho'qim yaxshi egallashimiz kerak. Ana keyin vaqt kelgan chog'da shu o'zingizningki pensiya pulingizni o'zingiz mashg'ulot qilib mablag' sola olasiz. U chog'da hukumat sizga mablag' sab berib, o'tirdan asola pul yeb, unda qilmaydi. Ham bu 6-7% dan balkim 10% dan jiqroq kirim qila oladigan taraflarda mablag' sola olasiz. Lekin buni uqilishingiz kerak. Buning iltimos qilsangiz, odatda yiliga mashg'ulot puliga xili jiq pul to'laysiz. Meni o'qishimcha 5-6 ming dollarlar to'lashingiz mumkin. Agar sizning bu fondidagi pulingiz qancha jiq bo'lsa, sizning to'laydigan pulingiz shuncha jiq bo'lishi mumkin. Meniki tavsiyam 200 mingdan oz bo'lsa, hargiz bunga iltimos qilmang. Chunki uni to'laydigan pulingiz jiqlab ketib, balkim siz kirim bo'g'ini 6-7% kirimdan ozlab ketishi mumkin. Mening tavsiyam amalda 200 mingdan jiq bo'lganchada, ondan shuni iltimos qiling. Vaqt kelganda uni o'zingizningki hozirdan egallayotgan, yo mening qonimdan o'rganayotgan bilimlar orqali xalqaro paychaklar bo'lamdi, yo bo'lmasa Avstraliya, yo bo'lmasa o'zingizning davlatidagi yerlik paychaklar bo'lamdi, yo boshqa sohalarga mablag' sola olasiz. Shu chog'da solsangiz bo'ldi. Ondan shu chog'dami uy mulkimi mablag' solsangiz bo'ldi. U chog'da u o'zingizdan birinchi uy bo'lmasa bo'ldi, o'zingiz turgan
balki o'sha mablag' solingan uylarga mablag' solsangiz bo'ldi. Lekin men uni tavsiya qilmayman. Lekin u chog'da yana vaziyat qarash kerak. Ondan yana meni izlanayotganim shu agar o'zingizning kirim qilgan sodalaringiz bo'lsa, yo boshlangan sodalar bo'lsa, ularga shu superfunddan chiqarib sodangizga mablag' sola olamsiz. Uni o'qimadim, u tarafdan men izlanayapman. Balkim bo'lmasligi mumkin. Andan keyin bu Safe Manage Superfund yerga kelgan vaqtida siz hatto boshqalar bilanmi tang bir yerga yig'ib turib, biroq bir fond qilib, ayrim fond qilib mablag' sola olasizlar. Amsa men bugun shu pensiya maosh to'g'riliq sizlarga shunchalik so'zlab beray. Lekin amal bilan pensiya pulingizga maoshlarni chiqarib, xarjlaydigan ishlarni qilmang. Amal bilan asosda chiqiltib mening uni hargizmi oran 6-7% kirim qildiga deb oz ko'ymang. Vaqti kelgan chog'da uning kuchini rasmiy bilasiz. 20-30 yildan keyin, 40 yildan keyin pensiyaga rasmiy chiqqan vaqtingizda shu chog'da qancha pul chiqqanligingizga hayron qolasiz. U beshida shunda oz jiqlagan bilan oxiri bo'lgan chog'da 20-30 yildan keyin har yili balkim 1 milliondan kirim qila oladigan holatga yetasiz. Shuningdek, buningki kuchiga cho'qim ishining. Agar bu videoim sizga shunchalik foyda olib kelgan bo'lsa, boshmaltoqni besib, boshqa qarindoshlarga foydalanib qolsin deb tavsiya qilib qo'ying. Kelasi sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.